Rum oqsoqoli, o'tkurisi, o'tkur insoni, xalq artisti, chiroyli farzandlar berilgan tabarruk bobosi, Obid aka ustozimiz 80 bahorni qarshilab, ana shunday bir chiroyli shukrona dasturxoni birga baham ko'rayotgan ekanlar. Xush kelibsizlar, bosib kelgan qadaminglarga Alloh ajr azimlar berib, iloho sizlarni ham tabarruk yoshlarga yüzlerge kirishni Alloh nasib ro'za aylasin deb bugun shu yerda kumush bibilar o'tiribdi. Alisher Navoiylar, Atellalar, maylida Amir Temurlar, yo'lchilar hammamiz nomimizdan yana bir karra Obidjon aka, Obidjon ustoz, Obidjon O'tkiri, aziz domla, tani sihat bo'lsin. Yunus sizga ta'zim qiladi. Omon bo'ling. Ana aytib o'tdingiz, sizni yaxshi ko'ramiz. Sevamiz. E'zozlaymiz, boshimizda ko'taramiz. Tan joningiz sog' bo'lsin. Tan joningiz sog' bo'ladi ham. Chunki juda ko'p xalq sizni duoingizda. Shu artist sog' salomat bo'lsa, yaxshi rollarni o'ynasa, kinoda chiqsa, televizorda ko'rsak, Xudo xohlasa deb duo qiladi. Shu duolar hammasi sizga umr baxshiyat etadi. Obid aka. Mana qarang. Birga o'qigan, birga ishlagan shogirdlaringiz, ustozlaringiz, hamkasblaringiz shu yerdalar. Hozir shunaqa hayajondamanki, bilmadim gapira olamanmi yo'qmi. Avvalambor meni dunyoga keltirib, voyaga yetkazgan ota-onamga, meni artist bo'lishimda ham institutda o'qitib, ham teatrda qolgan chalasini davom ettirib o'rgatgan meni aziz ustozim rahmatli Nabi Rahimovga, mana shu meni ardoqlab o'z bag'rida olib o'stirgan mana teatr kollektivimga, mana bugungi kechani tashkil qilgan teatrimiz rahbariyatiga, meni ishonchimni oqlab, meni yuzimni yerga qaratmagan birinchi shogirdim Erkin Komilovga va boshqa yoshlarga hammasiga o'zimni katta minnatdorchiligimni bildiraman va boshim yerga tekkuncha
ularga qulluq qilaman. 60 yosh. Nima bo'pti 60 yosh bo'lsa? Kiraveraman. Ba'zi birlar shu 60 yosh bo'lsa, endi 60 yosh bo'libdi, qarib qopti deydi. Yo'q, hali o'ladigan ahmoq yo'q. Qiziq. Qizg'un o'lashda 500 yilcha yasharmish. İnson esa 100 yilga ham yetolmaydi vodaring. Axir inson mavjudotning sultoni-ku, shoh-ku. Xo'sh, insonning qizg'unchalik qadri yo'qmi jahonda? Umr bekor yashash uchun kerak emas albatta. Umr ko'hna dunyomizda biror ezgu ish qilish, odamlarga mehr shafqat va muruvvat ko'rsatish, halol ishlab avlodlarga yaxshi meros qoldirish. İnson degan nomni oqlash uchun kerak insonga. Bu dunyoning boyligiga boylik qo'shish, husniga husn qo'shish uchun yashash. Shudir muddao. Men tabibmen, odamlarning hayotini o'ylayman. Men hamma vaqt baxtiyormen, tiriklarning baxtidan. Hamma yerda shogirdlarim, do'stlarim bor, xursandmen. Barakalloh shogirdlarim, minnatdormen sizlardan. Qo'limdagi fan mash'ali so'ngani yo'q, so'nmaydi. Toki inson idroki bor, fanning porloq quyoshi tilga pora qilib tashlar jaholat bulutini. Johillarning nayranlari, tahdidlari o'tmaydi. Ular yo'lda qolib ketur. Men abadiy yo'ldaman. Javohir. Qazlashyapsanmi o'g'lim? Javohir. Javohir bolagalam. Javohir. Javohir. Nimaga qarab turibsizlar odamlar? Murodingga yetding qurbon. Dala hovlimiz bo'ladi Qo'zravatda. O'shanda mahalladagi bolalarni o'zi bilan men ham chiqaman desam, yo'q sen hali kichkinasan deb chiqarmaganlar. Ayvoncha bo'lardi. Amakim ayvonlari o'sha ayvonni sahna qilishib, chegarachilarni degan spektakl qo'yganlar. O'sha mahalladagi bolalarni o'zi bilan. Ahmad akam o'zi yosh bo'lsa ham o'sha paytda shunaqa san'atga ishqibozda rejissyorlik qilib yurardi dedi. Hovli katta. To'rtta g'ish qo'yib, ustiga taxta qo'yib o'sha mahalladagilarni yig'ib kelib hamma tomoshabin bo'lib o'tirardi, ular spektakl tomosha qilishadi. Hozir doktor akam barcha og'ir yigit, u ham bitta rolni o'ynaganlarda amakimning o'g'li uni sahnada otib tashlaydigan joyi bor edi. Xotinim bor, bola chaqam bor, u budug'ali qarz deb doska bor edi. Yozilgan shu doskaga taraqlatib oyi tayoq bilan urishardi deb, akam o'q tekkan bola akam yiqilsa biz yig'lab o'tirardik. Hozir eslasam o'sha davrlarni aytaman, xo'p, bolalik davrlar ajoyib ekan deyman. O'sha paytlarda mana o'ynayman, shunda rol o'ynayman deb yurar ekanman. Shunda yo'q sen hali kichkinasan. O'sha paytlardan shu ishqiboz bo'lganmanmi, ne qonimizda bo'lganmi, men bilmayman ish qilib. O'sha bolalikdan shu san'atga qiziqib ketganmiz-da. Katta bo'lsam 10-sinfni bitirsam, albatta shu san'atkorlikka o'qishga kiraman, teatr institutiga deb yurardim. Bu niyatlarimga yetdim. Bitirmasimdan oldin maktabni o'zidayoq spektakllardan atribkalar qo'ydik, Alisher Navoiydan qo'ydik, Boylar xizmatchidan qo'ydik. Boylar xizmatchida buni qarangki, bo'lmasa o'zim qo'yayotgan narsa g'opira olaman demamanda, Xolmatda o'ynayman dedim. O'shanda Xolmatda o'ynaganman. Maktabda davrimizda. Lekin Alisher Navoiyni o'ynaganman.
Alisher Navoiyni shu artist bo'lsam, albatta Alisher Navoiyni o'ynayman. Gamletni o'ynayman. Hamzani o'ynayman. Yagoni o'ynayman. Mana shunaqa orzular bilan yoshligimiz o'tganda. Dadamiz acha o'g'lim qaysi institutga kirasiz dedilar o'qishni bitirayotgan paytimizda, maktabni bitirayotganimizda. Men teatrali institutga kiramasam, shu qo'ya qoling o'g'lim, bitta uyga bitta artist yetadi. Boshqa sohaga kira qoling dedi. Bo'lmasa boshqa sohaga kiradigan bo'lsa men o'qimayman degan. Yo artist bo'laman, yo bo'lmasa oddiy ishchi bo'lib ketaman, men o'qimayman degan. Ha mayli, unda bo'lsa bilganingizni qiling o'g'lim deb sizsirab gapirardilar. Shu teatr va rassomlik institutiga borib, hamma fanlardan a'lo darajada ekzamenlarni topshirib, 4 yil deganda u yerni bitirdim. Bizda Ginsburg, Aleksandr Osipich degan odam dars berardi. Qachon bitiramiz domla, qachon teatrga boramiz? U kishi Hamza teatrida bosh rejissyor edi. Xohlasang bugundan borib, mana aytsang bo'ldi, ommaviy sahnalarga chiqaversan deb aytadi domlamiz. O'sha kuni ertasidanmi teatrga borganman. Shunaqa domla yubordi deganman, darrov teatrga qabul qilishdi. Keyinchalik o'sha kursimizni hammasini olib borganmiz. Hammamiz o'sha ommaviy sahnalarga qatnashib yurardik. Hali o'qishni bitirmasimizdan teatrda ishlay boshlaganmiz 52-yildan. 56-yilda bitirdik. Bitirishimiz bilan to'ppa-to'g'ri hech qanaqa gap so'z yo'q, konkurs yo'q, to'ppa-to'g'ri teatrga olishgan. Teatrda ishlab ketdik. Bitta xursand bo'ladigan joyim o'sha davrda Hamza teatri bir maktab edi-da. Shunaqa artistlar endi u yerda. Olimxo'jayev, Shukur Burxonov, Abror Hidoyatov, o'shalar bilan birga sahnaga chiqqanimga xursand bo'laman. Hammalari bilan sahnaga chiqqanman. Shu Zamira Hidoyatova, Toshxon Sultonova, Zaynab Sadriyeva, Sorapalar, shularning hammasi bilan birgalashib sahnaga chiqqanimga juda ham xursand bo'laman. O'shalardan maktabini oldik-da. Bizga garchi unday qil, bunday qil deb aytishgan bo'lmasa ham o'shalarning maktabini oldik. Endi ayniqsa institutda o'qiyotgan paytlarda men bitirsam, artist bo'lsam, falonda rol o'ynayman, pisonda rol o'ynayman. Masalan, men albatta o'yladim Alisher Navoiyni o'ynayman men. Gamletni o'ynayman. Qirollikni o'ynayman. Xolmatda o'ynayman derdim. Yormatda o'ynayman derdim. Lekin Yormat bilan Xolmatda o'ynadim. O'shanga hozir ham o'zim baxtli deb hisoblayman. Mayli o'sha oldingi o'ynagan o'sha Nazrullayev degan artistlardan mayli ko'chirma qilganmanmi, boshqa qilganmanmi, baribir o'sha rollarni o'ynaganman. Ba'zi bir joylarni ko'chirgan bo'lishi mumkin, chunki shunaqa detallarni topishganki, uni tashlab ketishi o'zi gunoh. Men o'shani gunoh deb bilganim uchun o'shalarni ko'chirmay ham qo'ymayman. Ko'chirib ketsa qolsin. Uni ko'chirmani ham yaxshi ko'chirmasi bor, yomon ko'chirish mumkin. O'xshatamabdi deydi yomon qilsangiz. Mana masalan Qutlug'qonda Yormatda o'ynaganimda juda ham xursand bo'laman. Xuddi eng katta bosh rolni o'ynaganday o'ynaganman. O'sha taligi Salim Bobochani o'ldirganda, qizini Salim Bobocha o'ldirgandan keyin Salim Bobochani o'ldirgan paytida Yormatda monologi bor edi. Shu monologni o'sha yerda yig'lab o'qirdim. Endi hozir esimda yo'q. Nima ish qildim? Gunohmi, savobmi? Soqolim oqarganda qo'limni qonga botirdim. Mana hali ham barmoqlarimga chilib yopishadi. Gulnor, qizim, bu shafqatsiz otangni kechir. Meni hech bo'lmasa bir daqiqa kechirishing uchun qo'limni qonga botirdim. Mendan rozi bo'lgin, Gulnor. Oppog'im, Gulnorim, kechir degan monologni o'qisam, spektakl tamom bo'ldi. Girimimizni artib, o'zimizni kiyimimizni kiyib edi. Hali chiqaverishda paraxodnoyda paltomiz bor ekan, o'sha yerda palto olib tursak, Mamajon Rahmonov degan teatrshunos katta olim bor. O'sha odam borlar hozir ham. O'sha odam
o'sha kiyim kiyayotgan joyda yerda birga ushlashib qoldikda, qo'lingizni berib qo'ying. Bunday qo'limni siqib turib, mana Yormatni monologini endi birinchi marta eshitdik dedi. Yormatni ko'p odamlar o'ynaganda. Bir og'iz so'zini o'zi biz uchun har qancha maqtovdan ortiq deb ishladi. Demak, shunaqa bizning oilamizda hammamiz san'at sevamiz. Hamma. Hech san'atni sevmagan bolalar yo'q. Mana ukalarim hozir, mana bittasi xalq hofizi, bittasi xizmat ko'rsatgan artist, Tohir Rajabiy, Hasan Rajabiylar hammasi mening ukalarim bo'ladi. Opalarim, singillarim ham hammasi dutor chalishadi, ashula aytishadi. Seni bugun ajoyib kuning bilan chin qalbimdan tabriklayman. Obidjon bizni qadrdon do'stimiz, fidoi inson, fidoi san'atkor. Nimaiki qilgan bo'lsa hammasini mana shu milliy teatrimiz sahnasida bajo keltirgan. Hech qachon o'zini san'atini boshqa narsalarga almashtirmagan. Demak, bitta teatrda ishlab, televideniya, kinoda ishlab, mana shunday obro'ga ega bo'lish mumkin ekan. Hech qachon Obidjon o'zini san'atini, xalqimizni dilida qolgan san'atini boshqa narsaga almashtirmagan. Shuning uchun men Obidjonni chin qalbimdan tabriklayman. Sog' salomat bo'lsin. Nevarlarni rohatini ko'rsin. Mana shu Yunus Rajabiy rahmatlining zurriyoti ekan, otalardan keyin mana shu cho'qqilarga ko'tarib kelgan mana shu bizni Obidjon. Shuning uchun sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Senga ko'z tegmasin. Chin qalbimdan ulug' yoshing bilan tabriklayman. Rahmat turibdi. Guliga bo'lgan muhabbatim, xalqimga bo'lgan muhabbatimning bir uchqunigidir. Siz xalq boshiga ne falokatlarni solmadingiz. Siz Majidning so'ziga kirib, mamlakatda adolat emas, zulmni avjiga mindirdingiz. Mamlakatimizda halokat sohiliga keltirdingiz. Mavlono Xondamir bizning dardu qayg'ularimizni necha asrlar keyingi nasllarga yetguvchi tabarruk sahifalarga raqam qilingkim. Mo'min Mirzoning o'limi Temuriylar xonadonining inqirozidan nishonadir. O'z qo'li bilan o'z nabirasini o'ldirgan, kecha-yu kunduz kalb safodan bosh ko'tarmagan, to'yda ham, azada ham to'xtovsiz ichadigan Husayn Bayqaro mamlakatimizni halokatdan saqlashga qodir emas. Men ikki buyuk daryo bo'yidagi xalqimni yakkalam qildim. Tilimizni tahqir va haqorat botqog'idan she'riyat osmoniga ko'tardim. Men umrimga achinmayman. Ammo sizga sarf qilgan mehnatlarimning zoyi ketganiga achinam. Men yanglishibman. Men pista po'chog'idan kema qilmoqchi bo'libman. Men haqiqat deb o'ylagan narsam sarob bo'lib chiqdi. Men mamlakatda zulm olovlarini so'ndirib, adolat mash'alini yoqmoqchi bo'ldim, ammo zulm mendan zo'rlik qildi. Men mamlakatimizni mustahkamlamoqchi bo'ldim, ammo mehnatlarim zoye ketdi. Noumid shayton. Men hali o'z umidlarimdan voz kechganim yo'q. Biz yetolmagan umidlarga kelgusi nasllarning yetmoqi mumkin. Qachonlardir adolat oftobi barq urib chiqmoqi kerak. Dunyoda baxt va haqqoniyat tantana qurmoqi darkor. Odamlar orasida nizo yo'qolg'usidir. Lekin qachon? Hamon bu savol javobsiz qoldi. Lekin insoniyat bu jumboqni axir hal qilur. Chunki uning qo'lida adolat va haqiqat yo'lini yorituvchi tafakkur mash'ali bordir.
Shunda kishilar meni o'zlarining buyuk hamkorliklarga chaqirurlar va men asrlar o'sha o'z she'rlarim bilan labbay deb javob beraman. Xayr Shahanshoh, men saroydan butkul ketdim. Birinchi o'ynagan rolim komediya rol bo'lib qolibdi-da. Bu komediyani artist ekan deb, nuqul menga komediya rollarni beradigan bo'ldi. Men o'sha Navoiylarni yangi yoshlarga berishganda so'raganman. Yalinib so'raganman, "Yo, sana amployang boshqa." deb menga berishmagan. Shu Navoiyni o'ynayman deb artist bo'lganman, Gamletni o'ynayman deb artist bo'lganman. Endi katta dramatik rollarni ham o'ynadim. Ku baribir endi o'shalar hali o'ynamagan rollarningiz hali ruschasiga aytganda nisigranniy roli deydi-yu. O'shalar baribir odamga armon bo'lib qolar ekan. Hali qaramaysiz deganlar o'sha yerda paydo bo'lgan repetitsiya paytida. Yulduzxon kirib endi mana uyalganda unda teskari qarab o'tirsa, voy o, qaramaysiz deb qolganman shundan keyin voy o, qaramaysiz degan ashula paydo qildi. O'sha sahnada repetitsiya paytida paydo bo'ldi shular. Qaramaysizlar. Mani otim qaramaysiz bo'lib ketgan. Ana qaramaysiz ketyapti, qaramaysiz. Otim qaramaysiz bo'lib ketgan odamlar orasida. O'sha repetitsiya paytida o'sha yerda sahnada tug'ilgan narsalar o'sha ashulalar hammasi. Eksponent. O'sha ashulalari balkim spektaklda mavqeini ko'tarib olgandir. O'sha jinnilikka qilishlar, qaramaysiz, o'sha ashulalar bilan boshqacha. Shunaqa bo'lib, o'tkir bo'lib ketdi degan. Nima qilamiz endi bu? Nazokatxon kelgunlaricha sizni zeriktirmay o'tishga harakat qilamiz-da. O, bu Yulduzxon. Hop, kelibsiz-da. Ne buldu nigara bize asla karamaysiz. Ne buldu nigara bize asla karamaysiz. Güldük açılıp bunca yıkımrak karamaysiz. Canan karamaysiz. Yavuzga kishilar size söz o'rgatadir mu? Yavuzga kishilar size söz o'rgatadir mu? Yoksa nega kim söz demayin ya? Qaramaysiz. Can qaramaysiz. Voy voy qaramaysiz. Olmagan nasib ekan, men o'ynab ketdim. Uyg'un domlarni uylarga chaqirib o'ta chiqildilar, o'shanda o'tagan. Men bu shu bolaga yozgan ekanman, piyesani o'zim bilmagan ekanman de. Yozayotganlarida Nabrahim ko'zlariga vali kelgan ekanda, Nabrahim shu yoshligi. Ha, Nabiya, qarib qolding-ya, onangni. Voy, qarib qolding-ya. Ha, Nabiya. Ha, onangni falan Nabiya. Söküp yazıyor ekanlar, Nabi qarib qoldi, Nabining roli deganlarda. Nabiga o'ynamagan bo'lsa, Nabining shogirdi o'ynadi. Shu bolaga yozgan ekanman, o'zim bilmagan ekanman dedi. Deganlar o'zlari shunaqa keyin. Buni qarang, nasibi o'sha rol bilan men otim o'tkuri bo'lib ketdi, mana otam, o'zim otim. Obidjonman. Odamni katta odamni o'tkiraga, yaxshimiz. O'tkiraga.
Odan kaşım geri yürüp keyine organ gitti. Ha bu ot kirmese ot kirmedi. Ot kirmese ot kirmem dedim. Xullas o'sha rol mani mavqeimda, mani hayotimda katta bir o'zgarishdan bunday desam bo'ladi. Butun burilish bo'lib ketdi-da. Odan Hashim kelib yuradi, o'tkiraka desa odamlar Hashim kelib yurdida keyin ha o'tkiraka bo'lsa o'tkirakaman dedi. Dedim keyin ko'rib ketdim. Buni qarangki, odamni salbiy obrazni yomon ko'radi. Misol uchun Otelloda yolg'on hamma yomon ko'radi. Shunga o'sha hamma yomon ko'rib ketadi mani desa, hamma yaxshi ko'rib ketdi mani shu rolimda. Keyin o'zi salbiy obraz. Eng bir muttaham, bir raso bir odamni roli. O'shani o'ylayman, baribir hamma yaxshi ko'ribdi shuni. Bu piyesani spektakl qilib olgan Toshxo'ja Xo'jayev desam xato bo'lmas. O'zi Sharif Qayumov qolganlar 3 oy repetitsiya qilganmiz Sharif Qayumov bilan. Toshxo'ja Xo'jayev bosh rejissyorladi teatrda. Baribir bosh rejissyor javob beradi chiqib spektaklga. Ko'rganlar kelib komissiya ko'rganda sen ko'zing qayoqda edi, sen qayoqda eding? Shunaqa ham bo'ladimi? deb qo'sa javob beradi hali bosh rejissyorda. Shuning uchun bize bildirmaganlar hech kimga indamasa zalni oxirida qorong'ida jadid bir shaqobiz ko'rib ekan o'sha generalniy repetitsiya bo'lganda boshdan oxirigacha podrat deb repetitsiya bo'ladi-ku, boshdan oxirigacha. Ko'rib olibdilar-da 2 marta. 3-kuni kelib tak qani boshlaylachi. Mana boshladi repetitsiyani. Stop. Kimsiz? Qayerdan kelyapsiz? Nimaga kelyapsiz bu uyga? Mo'jiza qilib boshlab ketsalar. Butunlay rol boshqa ketdi. Boshqacha o'ynadim butunlay. Boshqa orgacha baqiradim. Ya, shunaqa bo'lib qoldim endi. Deydigan bo'lib qoldim. Shunaqa oldi menga! deb gapimga haliga degan bo'lib qoldim. She'r o'qib chiqardik. Dunyoda yaxshi taom ko'p, bittasi yog'li palov, shuncha lazzat, shuncha rohat, yesang ichovli palov deb daftarga qarab, besa o'qib chiqardim hali she'r. Stop. Kim yozgan bu she'rni? Uyg'unlik yozgan? Ya. Uyg'unlik yozmagan. Uyg'unlik mana she'r yozmaydi. Qarang, mantiq olib kelayotganini qarang, rejissyorlarni qarang. Uyg'unlik she'rda Uyg'unlik yozgan. Uyg'unlik yozgan emas buni. Buni Talovosh yozgan buni. Choxonada har kuni osh yegan chiqib ketadi choxonaga. O'rtalarini olib bergan shishani yoniga solib chiqib ketadi. Talovosh yozgan buni. Qarang, mantiqqa olib kelayotganini rejissyor, ana rejissyor. Talovosh yozgan bu bitgan hali she'r. Shuni dutor ochib, dutor bor, ochib dutor. Dutor chalib shuni ashula qilib chiqasiz. Men dutor chalishni bilmayman, men qo'limga dutor chakamasman. Unsini men bilmayman. Deyiladi. Men Rajabiy bo'lganimdan keyin dutor chalib degan. Uncha-muncha o'zim rubob chalib yurardim. Dutor olib chiqib berishdi, shu dutorni. Shu she'rni ashula qilib chiqasiz. Ya. Bütün kuyga sobatman, qaysi kuyga tushunma. Palonda ashulani kuyga to'g'ri kelyapti desam, yo, olmaz. Boshqa kuyga soling. U kerak emas u. Chiqing! Hozir. Kuyga sobatman haliga she'rda kuyga soling.
Chiqaring deyilgandan keyin qattiq tavakkal shaklini tushundim. Taqilib bo'lib qalbi torma Aşıla işte, nasıl kuy ayağım çıktı, nasıl kuy. Şaşmayın olmasa, şaşmayın ben bir böyle ertege, kaç kuyu dedim, ertege kıynar vermeyin. Ese böyle çıkırsam, uşakları uzun etken kuymadan. Ya o kuy boğuydu dedi yani. Bormayın dedi yani şunları. Kuyu çıktı. Dünyada yaşayıp anko bittesi yavru para oldu, artık oturuyor. İstesem şey var Mehmet dedi o zaman. Başka yaşaya diyorlar. Var Mehmet dedi ki şu at desem ya o mu dedi ya adam. Ara etkenlik var şimdi yaşa dedi. Obijon akani men aktyor bo'lib kelganimda hayron qolar edimki, har bir grimdan, har bir obrazdan yarashar edi ularga grim. Ha Layrt bo'lsinlar, ha Ibn Sinoni o'ynasinlar. Men qoyil qolardimki, grimdan rosa chiroyli, zo'r bo'lib chiqardilar. Bu narsa har bir aktyorga ham buyurmaydi. Bu narsa yuqtirmaydi. Bu tashqi qiyofalardan qat'iy nazar ularni yuraklari ham yonib turardi. Bunday ajoyib ustozni avaylab, asrab, ularga hamisha shunday bir imkon yaratgan bu Shahloxon opam rahmatli edilar. Albatta, afsus hozir ular oramizda yo'q, lekin men imonim komil bilaman, ishonaman. Bugungi kunda ham ular Obijon akamni bir-biram yonlarida. Hamda xursandlar, chunki ular juda ham odamlarni yaxshi ko'rardilar. Mehmonlar buyuk betakror san'atkorsiz. San'atkorlar mana shu yerda turibdi, hammasi sizni tan oladi, iqror bo'ladi, bo'ynini egadi. Sizga bitta narsa kerak. Yaratgan egamdan sizga sog'lik tilayman, usta. Faqat sog'lik.
Siz dilingiz pok. Birovni g'iybatini qilganingizni hayotda ko'rgan emasman. Birovni haqqini yeganingizni hech qachon ko'rgan emasman. Faqat jamiyatga, insoniyatga bir ezgu niyatlar bilan qarovchi inson ekanligingizni necha yillardan beri, mana yarim asrdan beri yaxshi bilamiz. Obid aka, aynan sizlar. Nafaqat men, butun jamoat sizni yaxshi ko'radi. Nafaqat men, butun muxlislaringiz sizni yaxshi ko'radi. Omon bo'ling. Betakror, dahshat bilan o'ynagan rollaringiz iloyim bizni dilimizda abadul abad muhrlanib qoldi, muhrlanib qoladi. Rahmat. Omon bo'ling. Bu gaplarga 50 olmasalar bo'lmaydi. Bizga aşkı şadoyur man bilmasam bir gün. Hozir bitta narsaga shunaqangi quvonyapman, Obdaka. Talantli aktyorni kelgan mehmonlari ham talantli bo'lar ekan. Bunaqa davrani anchadan ko'rganim yo'q. Qarang, suv qo'yganday o'tirishdi. Har bir gapirgan odamni har bir so'zini maza qilib tinglashyapti. Sizni hammasi sizni hurmat qilib kelgan va san'atni haqiqatdan, san'atni chindan sevadigan insonlar mana shu davrada o'tiribdi. Avvalambor sizlarga qarsakinglar. O'zingizga o'zinglar bir qarsak qiling. Obdakajonim, teatrga birinchi kelganda mana birinchi rolim siz bilan Yoqub aka dublyor edinglar, siz bilan birinchi teatrdagi rolim siz bilan edi. Parvoz spektakli, hech qachon unutmayman buni. Kinodagi ham mani sevgan yorim o'ynagansiz. Haligacha qayerda yursam hamma gapiradi. Mana shu Obdakam ajoyib gaplar gapirganlar. Yo'q, qaynana ham kelinni buni uradimi? Chochig'ingiz muncha qattiq ekan degan gaplarni siz o'zingiz topgansiz, to'g'rimi yo'qmi? Ssenariyda yo'q narsa. Obdakam o'zlari topganlar mana shu gaplarni. Mana shunaqa buyuk san'atkorlar. Omon bo'ling, Obdakajon. Sen menga pul berganmiding? Voy, nima qilyapsizlar? Ha? Voy, voy, deb hozir chirpirak qilaman. Qo'yvor, kastimim bugun desam, bu to'yda kelgan kastimim. Birinchi o'sha yirqimlagan payti edi. Hech kim teatrga kirmaydi Toshkentda. Binoning ichiga kirmaydi odamlar. Teatrga ham kirmaydi. Yangi spektakl tayyor qilib turibmiz Farg'onani. Farg'onaga ketdik gastrolga. Yoz payti. Farg'ona vodiysiga bo'lsa, Namangandan boshlanadi. Namangan, Andijon, Marg'ilon, Farg'ona, Qo'qon qilib kelinadi. O'sha yerda 14 kun o'ynab keldi o'shalar. Farg'ona vodiysida. Asakada o'ylasak bir yigit o'tiribdi, aravachida cho'lg'acha oyog'i ishlamasa, ya'ni xuddi bunaqa aylantirgan aravacha bo'ladi. O'shanda o'tiribdi, kaniyani ushlab turibdi. O'tkacha! Men bilan 50 gramdan olasiz hozir. Men bunaqa o'yinni ko'rmaganman hayotimda. O'yinda, tomoshada demoqchida. Bunaqa o'yinni ko'rmaganman hayotimda. Shunaqa bir baho berib, hali kaniydan qo'yib, ichirib, alboy qilib, boshqa qilib. O'shalar marqarang, o'sha gap esda qoldi shu. Mana esimda qoldi, o'lgunimcha esimdan chiqmaydi shu. Odamlar qanaqa maqtagan bo'lsa, o'sha gap esimdan chiqmaydi, o'sha bolani cho'lg'ini qilib maqtagan.
Bunaqa o'yinni ko'rmaganman men. Buni qarangki, men hayron qolaganim, o'lay juvon nimaga palonda qilib sona qilib so'kib ketish kerak odamlar. Haligi odamni. Hamma yaxshi ko'rdi-da, shularmidi? Butun xalqimiz yaxshi ko'rdi. Men qiziqishdim shundaki, ayni odamlar qayta-qayta ko'rgan bo'lsa kerakda. Boshlanishda birinchi sahnaga kirib kelishimda, haligi kurotdan kelayotgan bo'ladi, haligi uyning egasi, o'sha nazokat. Chamadonni ko'tarib kelyapman. Shunday sahnaga kirishimda hali gap yo'q, so'z yo'q, kasa yo'q. Endi qayta ko'rganda odamlar deydi. Birinchi kirib kelishimda qarsak bo'lib ketadi. Hali biroz gap gapirmaganman. Qanaqa faxr bu? Faxrlanasiz deydi. Faxrlansiz odamlar masxara ham qiladi. Faxrlanayotganini qarang deyman. Faxrlanasiz deydi. Qani so'z gapirmasizda tomoshabin qarsak chalib tursa. Artist teatrdan nima olib ketadi? Girim olib ketadi. Ligni olib ketadi, girim atadigan ligni. Nima olib ketadi? Qarsak olib ketadi. Eng katta sovg'a qarsak. Uni ham olmaydi, u qarsakni ham. Albatta faxrlanasiz, albatta xursand bo'lasiz. Qarsak chalib tursa sizga. Boshqa nima olib ketadi, qarsakdan boshqa. O'shanaqalarni eslaganimda bekorga artist bo'lmagan ekanman, xayriyat. Oqlabman o'zimni, bo'ylab topgan hunarimni oqlabman eganda degan faxr paydo bo'ladi odamda. Faxrlanaman, albatta. Qarsak chalib turgandan keyin. Odamlar nima ismida qilib qo'yilsa, birinchi kuni kelib ko'radilar. Ayniqsa men o'ynaydigan bo'lsam, birinchi kuni kelib ko'rdilar. Eng zo'r baho bilmem bitta so'z gapirib qo'yardi. Shunday yechim haqim. Bali deb qo'shalar. Eng katta baholar o'sha edi. Balol. Yelkamga qoqladi, shu parvonani o'yganda. Balol yelkamga qo'ydi. Janu jo'rakenga yetib qo'ygan. O'sha hali oxirida haromat devorgan ekanda. Shu haromat degan so'z aytmasdim. Deganda otaga tegibdi-da o'sha. Plase haromat devorgan ekan. Haromat degan so'zni tashasin. Deganlar otaga demak ta'sir bir kun parvona qo'yilib olsa, endi o'zim shaharimda o'ynayapman turib, sahnaga olib chiqmasimdan ko'zim shunga etib boshim aylanib ketib, ko'zlarim oldi qora bo'lib ketib, qanaqa qilib sahnaga chiqaman endi deb, qanaqa qilib chiqaman, tamom bo'ldim-ku men deb turibman de. Shuna vaqtim kelganda sahnaga chiqib ketsam, sahnaga chiqishimdan haligi holat esdan chiqib berilib ketaverasiz rolga. Sahnani qudratini aytaman-da. Mana shunaqa qudratlari bor ekan sahnada. Bir kuni Qutlug'on qo'yilish kerak edi, Maryam Yoqubova kasal bo'lib qoldilar. Spektakl boshlanishi kerak, Maryam Yoqubova yo'qlar. Xabar berilsa, uyda o'rnlardan turolmaydigan bo'lib yotgan ekan. Borishib, zambilga solib, mashinaga o'tkazishib, to'rkishlar ko'tarib, mashinaga olib kelib, teatr kiyimini kiydirishib, grimlarni qilib qo'yishib, sahnaga ko'tarishib olib chiqishadi, sahnaga chiqadigan vaqtlar kelganda, itarib olishadi, sahnaga chiqib rollarni hech narsa ko'rmaganda, va o'ynaydi, kulishga chiqishma ag'darilib tushadi, odamlar ilib olishadi.
sahnani qudratini aytaman, sahnani kuchini aytaman de. Shu odamlarni qanaqa ushlagan. Mana Xmelyormikin agar esimda bo'lsa, institutda o'qib yurgan paytimizda o'sha sahnada bir rolni o'ynab turib, monologini o'qibdi-da. Zanaves debdi. Rejissor yordamchisiga. Zanaves borganda hop deb tushungan darovda pardani yopdi. Parda sekin yopilib keladi. Yopilib kelganda shirqqa tushdi. Zanaves deganda o'lib bo'lgan ekan. Uni doktorlar ekspertiza qilganda aytib beradi. O'lgandan keyin ham parda yopilguncha sahnada tikka ushlab turibdi o'zini. Parda yopilgandan keyin yiqilgan o'sha. Ana sahnani qudratini aytaman, sahnani kuchi. Qanaqa odam kasal bo'lib borib sahnalarda qanaqa kasallik sizdan chiqib ketib qoladi. Obid akam bilan muchalimiz bir. Vafodorlar muchalidanmiz. Shuning uchun Obid aka olyaptilarmi? Bir kun gastrolda yuribmiz, gastrolda Buxoroda. Har kuni Parvona bilan vizga chiqib ketadilar Obid akam. Kechqurun dutorni ko'tarib kirib keladilar. Shu oshga borganimiz aytaman. Shu dutorni ko'tarib keladilar, Obid aka qalaysiz? Endi xonalariga shundoq kiradilar, 3 minutdan keyin yuzingga deb ovoz ketib qoladi. Keyin bir kun sekin orqalaridan borib qalasam, mana shunaqa dutorni ko'tarib keldilar deb, ishkopni shundoq ochdilar, tayyor turgan ekan. Shundoq oldilar, bitta zakskani qilib ashulani ketdilar. Mana bu o'sha Buxorodagi bo'lgan gastrollardan. Obid akam bilan biz bitta sostavmiz, Hasanboy aka, Tohir. Tirikchilikka borardik. Birga qo'shiq aytardik, bular dutor chalardilar, men torda qo'shiq aytardim. Bir kun kechqurun xullas bazmni o'tkazdik-da, ertalab oshi ham bor, uni ham olganmiz. Ertalab Marat bilan sekin kelib zvanoni chaldik. Ertalab oshga borish kerak endi. Olib qo'yilgan bu yoqda. Chalsak Shahlo opam ochdilar, qanlasang yotdilar. Borib Obid aka, turing oshga borishimiz kerakmi? Ko'zim ochib, nima dedilar? Oshga voyda! Dodlavardilar. Yo baribir turib bordilar. O'sha yurgan paytlarimizda ertalab oshni ham olardik. Hasanboy aka, Tohir, Muhammadjon, sostav bir edi. Marat Asimov doira, dutor, tor. Bitta qo'shiqni ayta olmaganmiz. Knishkalari bor yonlarida. Knishkaga qarab uraverardik. Bitta qo'shiqni ayta olmaganmiz, men shuni niyat qilib qo'ygan edim. Shu 80ga kirishlariga shu qo'shiqni aytishga harakat qilib shu bilan tabriklayman deb. O'sha qo'shiqni hozir Obid aka bu premyerasi. Meni kechirasizlar xatosi bo'lsa, bu yerda juda ham katta hofizlar, juda ham katta musiqachilar. Qo'shiqchilikni hali nima deydi, eng yuqorisiga chiqqan odamlar o'tiribdi, xatolari bo'lsa uzr so'rab qo'yaman men. Obid aka sizga o'sha aytmagan qo'shig'imizni mashinasi yosh bo'lardi dedingiz, mana shu 80 yoshi esa 2 marta 40 ga kirdingiz endi men bilishimcha. Yo, 4 marta 20 ga bo'lsa kerak. Hozir o'tirishingizdan 8 marta 10 ga kirganga o'xshaysiz. Mushkin qo'shinli hay'atini o'lcha shu jallod ustuna
Dilim çölmez keltirur yarey nun iltiban sağ üstüne nun iltiban sağ üstüne Kılgıl tamaşa kavmeti Zibas birle tarzi Gel görmesen gül Bulganil yâre Yoshligimda shunaqa kinoni yaxshi ko'rganman bolalikdan. Qo'limga 20 tiyin pul tushib qolsa, Tirnoyga osilib borib, kinoni ko'rib qaytib kelardim. Iskra kinoda 3 ta zal bor. Shu maktablardan bo'sh kunlarim bo'lsa, ertalab borib, tezorga kirib olaman kinoni. 20 tiyinga bilet olib kirib olganman. Kino oxirlab qolgan paytda chiqib ketaman. Sigani chiqqan bo'laman, hovliga chiqaman. Keyingi zalda kino boshlanadi ya. Yana oxirlab qolganda yana chiqaman, keyingi 3-zalga kiraman. 3 ta zalda aylanib oxirida Süreyya qornim ochib, tamom bo'lguncha kino ko'ramayapman kechacha. Chiqib ketdi. Oxirgacha, oxirigacha ko'raman-da. Qolgan paytda shu oxirlab qolgan paytda chiqib ketdi. Haqiqatan kirib qo'ylarni boshladi. Mana shunaqa kino jinnisi bo'lgan ekanman. Yoshligimda. Buni qarang, shunda bir artimizga Nig'mat Qosimov bu chekilgan joyi yo'q. Nig'mat aka, shunaqa kinoni yaxshi ko'raman. Mana bitta ovozim chiqsa, bir marta ko'rinib qolsam, bitta ko'rinib o'tib ketsa, men mayliga ekranda tursam. Xo'rmang aka, xo'rmang. Hali ovozingiz ham chiqadi, o'zingiz ham ko'rasiz. Deganidilar, hozir endi bo'ldi, deydigan bo'ldim. Mingdan oshiq kinoga ovoz beraman. Yarmidan ko'p bosh bo'ldi. Bitirasam mumkin. 50 tacha kinoda rol o'ynadim. 10 tachasi bosh rollar. Shu 50 ta kinoda. Men ana endi armonim yo'qsam bo'ladi. Şu orzularimga erishdim. Bitta shu Alisher o'yin o'ynamadim xolos, shu teatrda. Shu orzuyim o'sha edi. O'sha armon bo'lib qoldi. Sofa Imomxo'lova deganni gali ekan, qarorlar kelib qopti-da. O'sha gali. 2 seriya Shakespeare. Obid. Нам лира дают. Нам лира дают, брат не брат. А что вы говорите? А если не нам брать, а кому брать это? Çünkü dublyajda birinchi o'rinda sayildi, birinchi o'rinda. Qirolira Hamza akam ovoz beryaptilar, biz hammamiz o'tiramiz, kim kerak bo'lsa, falonchi, sanchi, san kiringlar. Deydi, o'sha kusurda, bor o'sha kusurda, o'sha atdan chaqirib turadi, qolganlar shaxmat o'ynab, narda o'ynab o'tiradi. Kalso bo'ladi, o'sha kalso sistema edi. Şarmatda o'ynamaganingizdan keyin ba'zan zerikib qolamiz, boshqalar oynayotgan bo'lsa.
Kirib jonga kirib ham ko'rganman. Hamza ham ovoz berib o'tirdi. Hamza ham Qirollarga ovoz berib o'tirdi. Ko'rib bir ikkita ko'chalarni, hokalarni ko'rdim. Xo'sh, qancha qizim kor deyapsan, nima deysan? Gapirdim. Shunaqa gaplardi. Karol dublajga deymiz. Karol o'sha Hamza aka Karol dublajda. Haqiqat Hamza aka mana shu ikkisi meni. Hammamiz o'tirib, men tamom bo'lganda keyin ketamiz. Kechliklar sizlarga gal kelmadi. Hop, ketamiz. Hamza aka mana ishladi. Kirib o'shandalik tomosha qilgan kursolarim ham bor. Sobrota degan rejissyorimiz bor, kino rejissyori. Iskandarov. O'tgan kunlarda kinosini tayyorladi, o'tgan kunlarda Azusani qilyapti. Hamma o'ziga o'zi ovoz beryapti, rol o'ynaganlarda bizga yo'q. Biroq ikki og'iz gapiradigan epizodlarni qilyapmiz endi biz. Hop, hali Otabekni o'ldirmoqchi bo'lib turgan bo'ladi hali. Bunaqa o'ynagan rahmatli Hamrayev Jovlon. O'sha o'ldirmoqchi bo'lib o'sha yerdan Otabek o'tadigan paytini poylab turibdi-da, shotib o'ldirib ketishga kerak Otabekni. Shu yerda bola o'ynabdi-da, kinoda. Hop, yo'q desa. Hop. To'yga ketyapti. Mutaliyni Otabekni o'ldiraman turgan odamni to'yga olib ketib qochadi. Yo'q, to'yga. Yo'q desa bitta. Yo'q, to'yga degan ekan. Sen bitta. Nima qilay, duvarımdan çaparken kokanlı. Sabrata oturdular. Живой боб dedi, Ali'ye oldu. Yutaga, yok, yutata, yok, degene. Şöyle. Ya! Sabrata bundan tutkulub. Ortalar. Dublajam kattasan, ah! Duvargan. Krallar 2 gün dublaj kıldılar diye fakat Hamza kalmamışlar. İkinci günü tamamını sabahın mağazı var, peşantan başka okup çıkamam. Peşan okup gelemem. Gittiler. O okuyumu tiyatr değil, mutlu. Yo bu man kıramadım, o okutsın diyormuş. Demeyenler. Peşan okup gelemem. Gittiler. Komşunda oturup kaldı. Все свободны, кроме обиды. Ama oturdu da dublajı kıracaklar, atlar ama ritmi uçurdu. Все свободны, кроме обиды. Mükemmel Rahim diyen yan kinarı soğuk etti, artık ya сказал sen bu ki. Keş konuma koyan, koran çıkmayan, ayar ki, napte tarafı hoş nemedi bana. Aşağısı obteklas vaziyeti, neyse payım. Mamana bir iki maçı değil, ayar ki, koranında hop gidiyor. Ya сказал uçtuysa. Haydi orada hareket. Mükemmel yani. Обид, я сейчас тебя буду пробовать на лиры. Что вы говорите, man? Абсолютно кемемер dedim. Kememер, Hamza Kam'ı uzun koşarken, uzun büyük bir yaman. Ben kememarsam, пробовать буду. Пробовать будете, я не пройду, derler, не там. Hamza ki завтра услышишь, что я пробовался. Utmasam, ben proba kıyamı işledim. Hamza Kam'ın bize güzel yaş ateşini de bize, oka bize. Oranın büzülkü de bize. Это не твоя забота, это я отвечаю, этого не будет. Samına muamelesi büzülmeydi. 1 saat, 2 saat Hamza Kam'ın üçün tutmadı da şu yapan diye. Hamza Kam ha bulmadı mı lan ki?
bo'lmadi. Men prova qildim. 5-6 kursoni prova qildilar. Записали deb ketdi. 6 kursoni yozdim. Aytdim. Вот все, завтра он худсовет послушает. Пройдешь, не пройдешь, это не знаю. Я тоже, я не обижусь, если не пройдет. Первые 2 куска можно еще заново писать? Зачем? Я там не уверенный был, когда начинал. Я не уверенный был. А потом я себя взял в руки. Ладно, да, birinchi 2 kursdan boshqa yozdim. 6 kursoni bir-biriga ulagandan keyin salkam bir chas bo'lib qoladi. Xudsovetga ertasiga hali ular eshittirgan ekanlar. Bor ekan ko'zdir. Yancha qiynadinglar. Doktor, komissiya. Xudsovet. Bor ekan ko'zdir deyishdi. Shundan keyin men yig'ib ketdim. Hamza kam xafa bo'ldi. Xo'sh. Ikinci kısım Cordelia. Sen nima deysan? Men miyamdan yaralanganman. Miyamdan. Unday bo'lsa, shu haqgo'ylik sening seping bo'la qolsin. Ant ichaman ezgu oftob shulasida. Bundan buyon sen qizim emas, begonasan. Mahrum etdim seni otalik mehridan. Endi bolam emassan sen. Men oq qildim. Gapirma kent. Hammadan ham shuni ko'proq sevar edim. Bemikr qiz, oq padar. Daf bo'l. Yo'qol ko'zimdan, yo'qol. Qani Fransiya qiroli? Qani Burgundiya gersogi? Cornwalli va Albani. Bu hissani ham bo'lashib olinglar. Bunga erni o'z g'ururi topib bersin. Hali Yefremov unaqa teatrda ishladi, boshqa mahatdan oldin. Savremeniyda ishlaganda o'sha paytda men Yefremovga ovoz berib yurganman-da, hamma rollariga. Ular o'sha yerda gastrolga keldi bizlarda, lekin uni kollektivni bizlar обществоmiz, uni kino mehmon qildi o'shalar. Teatrlarning обществоni zdaniyasida, eski konservatoriyada qarshisida o'sha yerda. Oleg Yefremov o'tirishchi o'ziga boryapti. Biz teatrda boshliq edi o'zi, Savremenniy teatrda. O boryapti-da shunda. Nima yugurib bordim dedim. Олег Николаевич, можно вашу руку пожать там? Вот вы живой, у меня сидите в Ташкенте. Я почти все ваши роли, я озвучил ваши, поэтому хочу пожать вашу руку сам. Да что? Как? Вина! İki boyanı ana, tamam mı ya sana? Tamam değil hocam. Tamam da kıtıp ne o zaman var ortalığı oturmuştu. Вина, тут шата да какой. Товарищи, я хочу, чтобы все выпили. Вот передо мной сидит актер. За его isim dedi. Hava isim şu, Optimus için. Все вы, что вы видите? Что придется ничего не делать, депутат. Все сделано. То он бога ничего не делал. Поскольку рукой я добыл, ничего не. Что придется ничего не делать? Идите в буфет, отпустят. Буфет отпустят. Приедешь, отпустят. Vay o'sha yo'lda esimni qolgani. Optakamni sportsmen ekanligini ham bir gapirib qo'yay. Optakamga shu sportchilarga xos bo'lgan sog'liq tilayman. Sportchilar yengib o'tolmagan narsa yo'q. O'zini o'zi yengadigan, o'zini o'zi tarbiya qila oladigan, o'zini o'zi boshqara oladigan sportsmen bo'ladi. Shuning uchun ham shu yoshga kiribdilar, 100 ga kirganlarda ham o'sha sportni
S harfini ham unutmasinlar. Obakam judayam buyuk aktyor. Buyuk aktyorligini meni onam O'zbekiston xalq artisti Zaynab Sadriyeva Obid buyuk aktyor. Buni kelajagi judayam katta. Bunaqa aktyor u onadan kamdan kam tug'iladi dedilar. Yashasın dublyaj qiroli, yashasın sahna ustasi Obid Yunus. O'zbekistonda katta bayram, milliy bayram desam mubolag'a bo'lmasa kerak. Obtakajonim, men chin qalbimdan butun Zokirovlar sulolasidan tabrigimni qabul qilgaysiz. Obtaka, bizni san'atimiz uchun, milliy san'atimiz uchun siz san'atimizning g'ururisiz, yorqin yulduzisiz. Iloyim, ya bo'lmasa 100 ga kiring. 100 ga kirib 100lardan oshing. Xudo xolasa men mana Dunyoda 100 yil yaşamak, 100 yil azob çekmek ekanligini bilganingizda erdi. Balki menga 100 yil umr tilamagan bo'lurdingiz degan edim. endi buni Navoiy, Hazrat Alisher Navoiy aytgan ekanlar. Endi bu siz zamonimiz boshqa, yashasin mustaqil O'zbekiston, mana shunchalik, mana shunday hurmatga sazovor bo'lganingiz. Mana shunday shogirdlaringiz hamma Obid Yunusov bo'lgisi keladi. Shuning uchun umringiz uzoq bo'lsin. Men Xudo xolasa mana va'da beramanki, Xudo xolasa 100 ga kirganingizda, to'y qilayotganingizda Rahmat jonim, rahmat. choy tashishga men roziman. Juda g'ururlanib choy tashib yuraman. Shuning uchun Obtaka butun Zokirovlar sulolasidan qabul qilgansiz bu tabrikka. Iloyim eng samimiy tabriklar bu. Aytganimizdek yana uzoq umr ko'ring. Endi men endi ko'p gapirmaydi, ikki og'iz ashula deb bersam maylimi? Keks. Oylar o'tib yillar o'tib, onlar
Kelirler kozgalarını istesem. Voy, gapirmang, Voy, oftaga qanaqa jon. davlat Massa ya, bo'lgan a. buni. Massa bo'lgan a. Voy, qanday yaxshi. Bu paytda yosh ekanmiz mana qara ya voy. 30 yil o'tib ketibdi-ya. 30 yil bo'ldimi o'shanga? Mana bir kam 30 yil. Hayotni qarang. Voy bu. Kechigidek, xuddi kechigidek a. Nega? Qaridik, opadajon, Aynen. qaridik. Mana shunchalik yurganimizga shukur. Shukr. Yurganimizga shukur. Bu yoshda ekan yetganlar bor, yetmaganlar bor. Albatta, shukr, shukr, shukr. Shunchalik yuribmiz mana ko'rishib o'tirganimizni qanday yaxshi. Xudoyo rahmat aylaning, rahmat. Endi men ham katta ayol bo'lib qoldim endi mana. O'sha paytda hali oynadan ko'tarib tushirganlarim hamma gapirib yuradi. Oynada tushirganimiz oynadan voy dahshat bo'lgan. Butun kino studiya ko'chib kelgan. Kino studiya. Kino studiyaning ichida olingan. Ha, kino studiyaning ichida. Endi bular ko'tara olmaylar meni. Endi men bundan ham semizdim u mahalda. Bundan ham semizdim. Ya janjal emas. Yo, bundan semizdim. Ya o'yinga tushganlaring esingda. Hozir bundan ham tushib beraman kerak bo'lsa. Muzikani qo'yib bering, ko'rasiz qanaqa tushaman. Endi ko'tara olmaylar. Nima yegansan? Nima yegansan? Nima yegansan? Iching semirgansan. Voy ozgin tezda, voy aligini tortalla meni ololmaylar. Gulla borida tushib ketding chimartadan. Yana boshqatdan mashaq olishgan. O'sha joyda sal qiynalganmiz, ha? Siz qiynalgansiz. Kino 95 kiloni osonmi ko'tarish? 95 kilo. Oson narsa emas. Kinoni o'zi qiyin narsa o'zi. Ha. Qiynalmasangiz yaxshi chiqmaydi o'sha. Ha. Yarim kechalada kelib ovqat yeb o'tirishlar o'zi esingizda bormi? Voy, soat 3, 2, 4 syomka qilish kerak o'sha mahalla. Yo'q, baribir zo'r kolleksiya bo'lganda o'shanda. Zo'r kolleksiya edi. Hamma gavjum hurmat qiladigan yaxshi insonlar yig'ilganda o'sha kolleksiyamiz. Ikkilar aytadi, Shahloga aytibdi. Ha, ular elingni men o'zimga el qildim-ku deydi. Kinoda o'ynayapmiz-da. Shunaqa dedi. Yo, o'zi senga kerak bo'lsa aloqa. Juvonima, sen aloqa jo'yarsan. Kerak bo'lsa. Kemallarga gaplashardik. Yaxshi inson. Ha, endi yaxshi inson. Shunaqa bo'ldi. Men o'zim unga aytib yuradim, men vafotimdan keyin falondaqa qilasan, pistondaqa qilasan deb, yo'q, u mendan oldin o'tib ketib qoldi. Endi dunyo shunaqa murakkab ekanda, uni bilib bo'lmas ekan, kim qachon nima bo'lishini bilmas ekan. Mayli, Xudoyo bolalaringiz baxtiga doim chiroq bo'lib yonib turing, Xudoyo, Xudovondan. Ha, ikkalamiz birga yotgan joylarimiz aytmaysizmi? Ya'ni men yo'larda o'zim tikkanman o'sha ko'ylanichi, hammasini keldi qo'zg'olondiga. Atlas ishton, atlas ko'ylak, nima haligi bugun ertasiga tikib kelardim. Kechasimdan uxlamasdan o'zim tikkanman o'shalardan. Yengini olib tashlashdi bir vaqt. O'zim semizman, endi nima unaqa qilasizlar, meni urut qilasizlar, meni ekranda bunaqa qilib deyman. Yo'q deylar, bizga semizliging kerak deylar. Keyin bular mamlarim ko'rinmasin deb bunday qilib yopib qo'yibdilar yotganimda. Yo'q, bu odam lekin juda to'g'ri odam. Kinoga tushishni orzu qilardim men. Voy, bitta ko'rinsam mayli dedim. Hozir endi bo'ldi deydigan bo'ldi. Endi qarab qoldim-da, endi sal endi charchadim shekilli, bilmadim. Baribir qo'yishmaydi. Aytaman, shunchalik kerak ekanman. Mayli deyman-da. Albatta boring. Men kim gapirsa aytaman, hammalik kerak bo'lib yuringlar dunyoda. Agar kerak bo'lmay qolsang, unda yashashning nima keragi bor? To'g'ri. Optakajon men. Kerak bo'lib yurganimizga shukur qilaman. Qiynalsam ham lekin mayli deyman, nima deyman. Zo'r aktyorsiz-da, o'shancha ham keraksiz. Rahmat. Zo'r o'ynab berasiz, qalbingizdan, dilingizdan o'ynaysiz hamma narsani. Hamma unaqa o'yna olmaydi. Albatta. Teatrdan ko'rasiz, borasiz, yarmidan chiqib ketib qolaman. O'zlarini adalari o'rgatgan menga o'sha ajidani. Qaysini? Ariflik kesimni rosa gapirdilar. Endi bitta joyda xatomi, endi kim biladi, endi bizga ham o'rgatganni aytavozadi. So'boyda ya turgan yigit, qoshi ko'zina suzgan yigit, bilagi zugumni ya olgan yigit, olsang bergina bilazigimni. Olgan olsang emas, olgan bersang. Mana shunaqa do'ralarni qildi. Olgan bersang. Voy, o'zingiz adayingiz o'rgatgan, menga shunaqa deyman deb qildi. Hozir ashulani buzib aytishyapti shu ashulani. Qanaqa qilib? Shu bo'yida yurgan yigit, turgan yigit, qosh ko'zini suzgan yigit deydi.
7 kishi qosh ko'zini tuzadimi? Yo'q, o'shaqa yigitlar ham bor. O'zi aslida qosh ko'zimni ko'rgan yigit, bilak uzugimni olgan yigit, olgan bersin bilak uzugimni. Olgan bersin, bilak uzugimni deb aytilardi. Shu boyda turgan yigit, qosh ko'zimni ko'rgan yigit, bilak uzugimni olgan yigit, olgan bersin bilak uzugimni. Qosh ko'zini suzgan yigit deb ham yetish otishga ham O'zi qosh ko'zini suzadimi erkaklar? ya suzmaydi-da o'sha. Ne bu dünyara bize asla karamaysiz. Ne bu dünyara bize asla karamaysiz. Güldük açılıp ülke yurtuna karamaysiz. Haydan. Can karamaysiz. Yavuz kişiler size söz, urgetedir mu? Yavuz kişiler size söz, urgetedir mu? Yoksa niye kimsin demeyin ya? Karamaysiz. Can Karaoğlan. Vay vay. Karamaysiz. Kupra edilir mi? Yosh yuzligini qo'limda senga deb suzilgan sharob ko'zlarim yo'lingda yosh yuzligini Dünyada yaşayacağım kubdesi yavru palav. Dünyada yaşayacağım kubdesi yavru palav. Şunca lezzet, şunca rahat yeseni çağrı palav. Hamasallık yaşı bulsa oşun lezzeti yıkılır. Lekin amma bir çeti oshpazga ham bog'li palov. Lekin ammo bir cheti oshpazga ham bog'li palov. Bu Farg'onada aytganmiz-da buni bir vaqtlarda. Biz kichkina bolamiz, o'sha paytlarda opam bilan yig'ilishib ashulalar aytib yurar ekan, shularni eshitib yurib yodib olgan ekanman-da. Bir kun yana machulamiz kichkina tirsiyda ker bo'lib kirib qolib eshitib o'tirsam, shu ashulangizni yaxshi ko'raman deb qolmanmi shu. Qani aytib bergin, bilasanmi? Bilaman. Aytib bergincha desalar, o'sha yerda aytib beraman de. Min ketar buldum müteyi arzum bayan aylap gideyim. Min ketar buldum müteyi arzum bayan aylap gideyim. Mihribanım kaldı deyip yollarda kan yığlap gideyim. Mihribanım kaldı deyip yollarda kan yığlap gideyim. Mihribanım gitti
mihri kuzumdan gitmedi. Mihribanım gitti mihri kuzumdan gitmedi. Mihribanımdan keyin hiç kim beni yad etmedi. Mihribanımdan keyin hiç kim beni yad etmedi. İki bulbul seyreşadır tağ taşlarda İki bulbul seyreşadır tağ taşlarda Çankasa sular içadır bağ bustan gekrip Çankasa sular içadır bağ bustan gekrip Bulbulmuş di kolumdan Kaygemiş mondur bugün Bulbulmuş di kolumdan Kaygemiş mondur bugün Bulbulun yakatıp kolum perişandır bugün Bulbulun yakatıp kolum perişandır bugün Öldü.